Prezidentimizning 2021-yil 15-iyuldagi O'zbekiston Respublikasi O'simliklar karantini va himoyasi agentligini tashkil etish to'g'risidagi qarori qabul qilingandan so'ng mamlakatimizda o'simliklarni zararli organizmlardan ishonchli himoya qilish sohasida butunlay yangi tizim yaratildi. Buni amalga oshirilayotgan ishlar misolida ham yaqqol izohlash mumkin. Aytaylik, Buxoro viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi tomonidan birinchi navbatda yashil olamni himoya qilish borasida bajarilgan ishlar salmog'i nihoyatda yuqori. Soha vakillari sa'y-harakati bilan joriy yilning o'zida hududdagi 258 ming gektar qishloq xo'jaligi ekin maydonlari, mevali bog' tokzorlar va issiqxonalarda 2-3 marotaba fitosanitar dala nazorati o'tkazildi. Agroklaster va fermer xo'jaliklari bilan daladan eksportgacha zanjirini yo'lga qo'yish maqsadida 5245 ta amaliyot kelishuvi tuzilib, soha bo'yicha amaliy yordam ko'rsatib kelinmoqda. G'o'za parvarishida yuqori natijalarga erishish uchun 484.888 gektar maydonga biostimulyatorlar bilan ishlov berish tashkil qilindi. G'o'za maydonlarida zararkunandalar tarqalishining oldini olish maqsadida 193.654 gektar maydonda ISO qaynatmasi bilan profilaktik tarzda ishlov o'tkazish tashkil qilindi. O'simliklarni himoya qilish bo'yicha xizmat ko'lamini kengaytirish, mahsulot ishlab chiqaruvchilarga qulaylik yaratish maqsadida o'tgan 2024-yilda 35 ta biolaboratoriya va 57 ta o'simlik klinikasi faoliyati yo'lga qo'yildi. Xonadonbay ishlash tizimi asosida biolaboratoriyalarning 130 ta mavsumiy shoxobchalari hamda aholi xonadonlariga xizmat ko'rsatuvchi 65 ta o'simliklarni himoya qilish otryadi tashkil etilib, 540 ta ish o'rinlari yaratildi. Prezidentimiz qarorlari bilan bugungi kunda agrokimyoviy tahlil markazimiz tashkil etilgan. Bizning agrokimyoviy tahlil markazimizda 3 ta bo'lim faoliyat olib bormoqda. Birinchi bo'lim tuproq va mineral o'g'it tahlil laboratoriyasi, ikkinchi bo'lim radiologik va toksikologik tahlil laboratoriyasi, uchinchi bo'lim kartografiya bo'limi. Bu agrokimyoviy tahlil markazimizning asosiy vazifasi sifatli, hamyonbop, eksportbop mahsulotlarni yaratish. Albatta, respublikada har bir fermer xo'jaligi, har bir klasterlar mo'l hosil olishga intiladi. Buning uchun albatta yerga sifatli o'g'it qo'llash tizimlari, sug'orish texnikalari, almashlab ekish tizimlariga rioya qilish kerak. Biz qachonki ushbu tadbirlarni o'z vaqtida sifatli amalga oshirsak, birinchidan respublika iqtisodiyotiga foyda keltiramiz, ikkinchidan ekologik sifati toza mahsulot yetishtiramiz, uchinchidan esa kelajak avlodga sog'lom yer qoldiramiz. Shuningdek, boshqarma va uning hududlaridagi 79 ta bo'lim inspektorlari tomonidan joylarda seminarlar o'tkazilib, jami 4115 ta fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari agroko'makchi mobil ilovasiga a'zo qilindi. Ta'kidlash kerak, boshqarma tomonidan Eksport Buxoro, eksport shtabi va eksportchilar uyushmasi Telegram guruhi va agroko'makchi mobil ilovasi tashkil qilindi. Viloyatda faoliyat yuritayotgan eksportyor va qadoqlovchi korxonalarning eksportbop mahsulotlari to'g'risidagi ma'lumotlar maxsus platformaga joylashtirib borilmoqda. Kuniga 50 tonnadan 70 tonnagacha mahsulotni qayta ishlash qobiliyatiga ega bo'lgan zamonaviy liniyalar o'rnatilgan maydonda turibmiz. Bir kunda ishlab chiqarilgan tayyor mahsulotlarimiz 3 tonna bo'lishini hisobga oladigan bo'lsak, bizning eksport salohiyatimiz oyida $200,000 oshadi birinchi loyiha natijasida, birinchi bosqich natijasida. Shuningdek, ikkinchi bosqichda shok usulida quritish va issiqxonalarimizni 15 gektardan 100 gektargacha olib borish ko'zda tutilgan. Oman davlatlaridan, Birlashgan Arab mamlakatlaridan 5 ga yaqin xalqaro ekspertlar korxonamizni rivojlantirishda ishtirok etishyapti. Ular ham tez orada korxonamizni jahon bozoriga kiraverishda o'z yordamlarini bergan bo'ladi. Men Ummon davlatidan keldim. Biz ushbu kompaniyaga mahsulotlarni sifatli ishlab chiqarishda yordam beramiz va uni eksportga tayyorlaymiz. Biz mahsulotlarni Amerika, Kuvayt, Saudiya Arabistoni va boshqa mamlakatlarga eksport qilamiz. Bizning kompaniyamiz O'zbekistonda juda ko'plab korxonalar bilan qishloq xo'jaligi sohasida hamkorlik qiladi. Bizning maqsadimiz O'zbekistondagi korxonalarga eksport qilish, sertifikatlarni olishda yordam berish. Biz ushbu rejalarimizni amalga oshirishga umid qilamiz. Ushbu kompaniya bilan hamkorlikni davom ettirib boraveramiz. This company can export everywhere. Prezidentimizning 2024-yil 1-apreldagi qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtiruvchi, ishlab chiqaruvchi va ularni eksport qiluvchi tadbirkorlar bilan o'tkazilgan muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Buxoro viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasining karantin laboratoriya binosida viloyatda faoliyat yurituvchi eksportyor korxonalarga amaliy ko'mak ko'rsatuvchi eksport shtabi tashkil qilingan bo'lib, shtabda kunlik eksportyor korxonalarning muammoli masalalari va takliflari o'rganilmoqda. Bunda ayniqsa o'tkazilayotgan sayyor qabul va ochiq muloqotlarning o'rni katta bo'lyapti.
Buxoro viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasining 5 ta o'simliklar karantini chegara maskanlarida jami 56 nafar karantin inspektorlari faoliyat yuritadi. Viloyatdan eksport qilinayotgan hamda chet mamlakatlardan import orqali kirib kelayotgan karantin ostidagi mahsulotlar va daladan eksportgacha bo'lgan jarayonni fitosanitar karantin nazoratidan o'tkazib, ichki fitosanitariya sertifikati, xalqaro namunadagi fitosanitariya sertifikatlari va karantin ko'rigi dalolatnomalari rasmiylashtirib berilyapti. Bu ham tadbirkorlar uchun bir qator qulayliklarni taqdim qilmoqda. Sarmijon EPX maskanida 4 ta inspektor faoliyat olib boradi. Ish olib borishimiz, samaradorlikni oshirish uchun bizda elektron planshetlar berilgan. Bu elektron planshetlar orqali biz shu haydovchilarni, tadbirkorlarni ham ko'p vaqtini olmasdan ish samaradorligini oshirish maqsad tez 1 minut 2 minutda ishlarni, hujjatlarni rasmiylashtirib uzatib beryapmiz. Faoliyatimizdan asosiy maqsadimiz xalqimizga sifatli va zararlanmagan mahsulotlarni yetib borishni ta'minlash. Viloyatdagi yirik qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilarining omborlari va ekin maydonlaridagi mahsulotlar to'g'risida tijorat takliflari ishlab chiqilib, markaziy eksport shtabiga taqdim qilib kelinmoqda. O'zbekistondan 80 ta davlatga eksport qilish uchun 86 turdagi yangi uzilgan meva-sabzavot, 36 turdagi quritilgan mahsulotlar uchun fitosanitar ruxsatlar olingan. Ularning barchasi, jumladan xorijga eksport qilinishi mumkin bo'lgan meva-sabzavotlar kesimida to'liq ma'lumotlar, o'simliklar mahsulotlarini fitosanitariya sertifikati asosida yuklash mumkin bo'lgan davlatlar haqida to'liq ma'lumotlar kiritilgan bo'lib, tadbirkorlar uchun bu ancha qulayliklar tug'diryapti. Bizning Galariver qo'shma korxonamiz 2005-yilda Qozog'iston bilan hamkorlikda tashkil qilingan. Asosiy faoliyatimiz bu uzumni qayta ishlash. Hozirgi shu kecha kunduzda bizda to'liq klaster zanjiri tashkil qilingan. Bu degani shu uzumni o'zimiz yetishtirib, uzumni qayta ishlab, qayta ishlangan uzumdan tayyor mahsulotgacha korxonamizda zanjir tashkil qilingan. Jahon talabiga, Yevropa bozorlariga to'g'ri keladigan, mos keladigan, dunyo sertifikatlariga, dunyo talablariga javob beradigan mahsulot ishlab chiqarish, mahsulot yetishtirishimiz kerakdi. Eksport hajmimiz $2 million yetdi. Shu ko'rsatkichni $4 million yetkazmoqchimiz. Korxonamiz viloyatda dukkakli mo'sh mahsulotlarini eksport qilish bilan shug'ullanadi. 2024-yilda viloyatimiz bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, 65 ming gektar takroriy maydonlarda mosh ekish imkoniyatlarimiz vujudga kelgan. Shundan bu yilga takroriy ekin sifatida 10 ming gektar atrofida mosh mahsulotlarini eksport qilishni rejalashtiryapmiz. Bu orqali biz yil oxiriga qadar 12 million AQSh dollari atrofida mosh mahsulotlarini eksport qilishga erishamiz. Prezidentimiz biz tadbirkorlarga qo'ygan talablaridan o'sha imkon qadar dukkakli mahsulotlar eksportini oshirish va valyuta tushumlarini ko'paytirishga e'tibor qaratamiz. Shu o'rinda ma'lumot uchun 2025-yilda Buxoro viloyatida 35 million 788 ming dollarlik oziq-ovqat va meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qilish prognozlashtirilgan bo'lib, birinchi chorak uchun 5 million 290 ming dollar rejalashtirilgan. Amalda 7 million 587 ming dollar, ya'ni reja 143% ga bajarildi. Mahsulotlar asosan Rossiya, Xitoy, Iroq, Turkiya, Eron, Gruziya, Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni va boshqa Yevropa bozorlarida o'z o'rniga ega bo'lib bormoqda. Ularning barchasi sohada amalga oshirilayotgan ishlar samarasi desak xato bo'lmaydi.